Issiqxona faoliyatida eng muhim narsa ishonchli mahsulot va sifatli natija hisoblanadi. Xo'p, hurmatli obunachilar, sizlar Ali barakaning rasmiy YouTube kanalidasiz. Biz hozir Shuhrat aka va Akmal akaning issiqxonalariga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Ali barakaning eng sifatli mahsulotlari o'rnatilmoqda. Bu yerda qaysi mahsulotlarimiz o'rnatilayotgani va sifatlari haqida o'zlaridan intervyu olib, o'zingizlar eshitib ko'rasizlar. Ungacha sizlar videoga like bosib, videoni oxirigacha kuzatib borsanglar, eng o'zingizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana shu Teplisani egalari Akmal aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi ko'rasizlarmi? Rahmat, charchaymizlar, tuzimizlar. Allohga shukr. Xo'p, Akmal aka, bizning obunachilarimizga rosa qiziq bo'ladi. Sizlar ancha yildan beri eng yaqin bizning mijozlarimizdan biri bo'ladilar. Bu yoqqa biz Ali barakaning qaysi mahsulotlarini o'rnatyapsizlar, qaysi mahsulotlardan foydalanyapsizlar va bundan oldingi qaysi mahsulotlardan foydalangansizlar? Sifatlari, sinovlari, o'shalar haqida ma'lumot bersangiz, bizning obunachilarimizga ham juda qiziq bo'ladi. Endi avvalambor mana shu sohada bir 10 yildan oshiq issiqxona sohasida ish boshlaganimizdan beri shu Ali baraka bilan birga ishlaymiz. Baraka topdik. Zo'r mahsulotlar. Oddiy misol mana shu plyonka. Mana bu yil almashtiryapmiz. Mana bu yil yengiladi. Maza qildik. Keyin ko'p o'zimizdan tanishlarimiz, mana shu hamkasb shu sohada ishlaydigan do'stlarimizga ham tavsiya qilaman har doimki. Uyalib qolmasligimga 100% aminman, shuncha tavsiya qilaman. Ko'pchilik olishadi, keyin rahmat deyishyapti. Mana tomchilab sug'arish, o't ido hamma narsasi bor. Keyin plyonkani yopish jarayonidagi zajim, u bu deydi. Bu sohada ishlaydiganlar hammaligi bilishadi bu narsalarni. O't ido hammasi bor Ali barakada. Shu bir joyda ishimiz bitadi, sifati zo'r, baraka topamiz shu paytgacha ish qilib. Shu Ali barakani plyonkasini yopadigan o'zlarining ukalarimiz bor, shu Jasir bularning boshlig'i, baraka topsin. Shu oldingi safar ham o'zi yopib ketgan, mana yana o'zi yopyapti. Ishi ham toza, zo'r. Ali barakaga gap yo'q. Salomat bo'ling. Mana shu ko'ryapmiz hozir katta Teplis ekan, yer maydoni necha sotu yoki necha gektardan iborat? Bu yer maydonimiz 3 gektar issiqxona. Asosan gul bilan shug'ullanamiz, gul mahsulotlari shu. Ko'ryapmiz, atir guli juda chiroyli. Xalqimizga yaxshi kunlarida, bayram, to'y tomoshalarda yetkazamiz. O'zlarining bozor, ichki bozor, qolaversa eksport. Endi talab katta gulga hozir hamma o'rgangan. Nimadir bo'lsa gul olib sovg'a qilishni o'rganishdi, baraka topishdi. Xo'p, bundan oldingi yopgan plyonkalaringizda qishki va yozgi sezonlarda qiyinchiliklar bo'ldimi? Yo'q. Jarayonlarni ham aytib bersangiz. Issiq, sovuq kunlar, keyin shamolli paytlarda shu zarar ko'rmadik. Bir xil ilgari endi bu sohada ancha yildan bir qilgan bo'lsa, har xilini ishlatib ko'rganmiz-da, hali shamolda yorilib ketsa, ochilib ketishi bo'ladi. Mana shu Ali barakadan olgan plyonkalarimiz 7 yil mobaynida bunaqa narsalar bo'lmadi. Ochilib ketmadi, yorilib ketmadi. Shu puxta qilib yopib berishgan turdi. Mana endi yengillashyapti. Shuni ishlab chiqarayotganlarga, shu Ali barakani rahbarlariga, qolaversa xizmat qilayotgan bolalarga hammasiga rahmat. Salomat bo'linglar. Baraka topishdi. Faqat duo qilamiz, bo'ldi, boshqa gap yo'q. Sizlarning duoinglar bilan yuramizda, Xudo xohlasa. Baraka topinglar. Juda ko'p mijozlarimizga issiqxona mahsulotlarini bergan bo'lsak, ana shu mijozlarimizning Teplisalarda Jasurbek aka, assalomu alaykum. Juda ko'p mijozlarimizdan Teplisalarda xizmat ko'rsatganlar, ya'ni plyonkalarni, zajimlarni yopish jarayonlarini amalga oshirganlar. Shunaqami aka? Shunaqa aka, mana shu hozir shu yerda 3 gektar Teplisa yopyapmiz. Xudo xolasa mana yopish jarayonlari aka. Hali mana porchka pastlari yopiladi. Albarakadan qancha mahsulot olgan bo'lsak, mana nechta odamlarga tavsiya qilamiz. 5 yil zo'r turib beradi. Shu mahsulotlari yaxshi albarakani. Bitta klyonkasi emas. Mana biz ishlatadigan narsalar zajim, profillari. Mana zajimlarni qayta yechib taqib bera olamiz. Ishlatamiz. Ya'ni qaysi zajimni? Ali barakani. Ali barakani
o'zidan olgan mahsulotlarimiz. Endi biz shu Albarakada faqat shularga murojaat qilamiz. Xo'p, Jasurbek aka, mana bu yerda hozir Shuhrat akamni, ya'ni Akmal akamni aytishlari bo'yicha bu Albarakadan ikkinchi marotaba plyonka yopishmiz dedilar. Bundan oldingi plyonkani o'zingiz yopganmisiz? Bundan oldingisini ham o'zimiz yopganmiz. Mana 2 yil buzilgan bu. Orada 1 yil yer qor ko'rdi, dam oldi yer. Mana bu yil yopyapmiz. Buni ustini setka qo'yib, setkalari bilan shu Albarakadan setka olib kelib, setkalar bilan yaxshi ushlagan. Xo'p, hozir mana o'sha Albarakani ko'ryapmiz, ya'ni Xitoyda ishlab chiqarilgan Eva plyonkamizni yopasiz. Buni qalinligi qanaqa? Buni qalinligi 1.3. 1.3 qalinligi. 1.3 qalinlikda. O'ziga qarab bolalarimiz mana tortadi. O'sha qishda taranglashib, yirtilib ketmaydi. O'sha holatiga qarab yaxshi yopganimiz uchun uzoq muddat turib beradi, sifatlari ham yaxshi. Xo'p, rulon holatida biz sizlarga rulon holati berganmiz. U rulon holatida ochayotganinglarda defekt, birak joylar chiqyaptimi, chiqmayaptimi? Yo'q, unaqa birak joyi chiqmagan. Bu yoqdan yuklab berishini yaxshi yuklab berishadi. Biz bolalar avaylab tushiramiz. Surxondaryo, Qashqadaryo, bu yog'i Farg'onagacha borib yopadigan bo'lsak, shu Albarakani tavsiya qilamiz. Olib borishadi, baraka topsin, hammasi maqtaydi. Dehqonning, teplisalarning egalari minnatdormi mahsulotlar bo'yicha? Minnatdor. Mana yopganimizdan avvalambor minnatdor bo'lib bizni chaqirsa, ikkinchisi yana shu Albarakadan zakaz berib, faqat biz shu Albaraka bilan ishlaymiz, shu Albarakadan olamiz. O'sha mahsulot yaxshi bo'lmaganda, boshqa qilganda boshqa yerdan olamiz. Xo'p, Jasur aka, unaqada sizdan yana bir ikkita maslahat olamiz, ya'ni bizning dehqonlarimizgacha, ya'ni foydali ma'lumot bo'lib qolsin. Issiqxonaga plyonkani qaysi paytlarda yopgan ma'qul? Endi asosan yoz kunlarida yopgan yaxshi. Qish kunlarida ham yopamiz. Yozga chiqqanda ozgina bo'shashadi. Qishda endi tortish qiyinroq bo'ladi. Unda qattiq kuch bilan tortiladi. Asosan shu yoz kunlari, issiq kunlarda yopsangiz, bu ham o'zini holati bor. O'sha holatiga qarab tortiladi. Undan ko'p tortib yorsangiz, qishda yorilib ketadi. Xotiga qarab chotki qilib yopib beramiz mana. Xo'p, Jasur aka, siz Tbilsida plyonka zajim o'rnatilayotgan jarayonlarda shu mahsulotlar bo'yicha ya'ni qiyinchiliklar bo'ladimi? Ya'ni deb aytaylik, zajim o'tbeklarida defektlari, misol uchun biz samarezlar ham beramiz, bilasiz. Shunaqa. Samarezlarni har bitta ishlatayotgan jarayonlar hammasi ish beradimi, yoki baraka chiqadimi? O'shalar bo'yicha ham, ya'ni o'sha mahsulotlar bo'yicha ham ma'lumot berasiz. Hozir mana shu mahsulotlarda aytyapsiz. Mahsulot taraflama keladigan bo'lsak, bu bizga profillarni qotirishda samarez jo'natadi. O'sha sizlar bergan samarezlarda hech qanaqa birak chiqmaydi. Hammasini o'z joy-joyiga qotirib ketadi. Shu bolalarimiz mehnatdan qiynalmasa, u mahsulot taraflama qiyinchilik bo'lmaydi. Qiyinchilik yo'q. Yo'q, xudo xolasa hammasi yaxshi. Aytamiz, mingdan-ming rahmat deymiz. Ko'p joylarga boramiz. Salomat bo'ling. Birinchi o'chirda boradigan bo'lsak, teplisalarga kirgandan xo'jayinlar so'raydi. Jasur, qanaqa salafon yopamiz? Biz mana shu Albarakaniki Xitoy salafonlari, koreyskiy salafonlarini aytamiz. Bilganlar o'zlari telefon qilib gaplashib olib kelgizdiradi. Bilmaydiganlar bizga aytadi. Jasur, chaqirtiringlar. O'zlaring chaqirtiringlar, anaqa tushirib olinglar. Nechta joyda yopgan bo'lsak, o'sha aytib o'tdik, Xorazm, Surxondaryo, Farg'ona. Hozirgacha ana shu yoqlarda yana yopgani boradigan bo'lsak, o'sha Albarakanikidan bemalol qo'rqmay tavsiya beramiz, olib kelgizaladi o'zlari ham. Ya'ni cho'chimay, libboy odamga Albaraka mahsulotlarini tavsiya bera olasiz. Ha, shunaqa. Tavsiya bera olasiz. Bera olamiz. Xo'p, tushunarli. Jasur aka, unaqada ham naq qilaylik. Siz Jasur aka ham даже professional darajaga chiqqan ekanlar. Ya'ni o'sha plyonkalar yopish bo'yicha siz mana 10 yildan beri katta tajribaga ega ekansiz. Shunaqa. Bizdan yangi mijozlarimiz, ya'ni ko'pchilik aytishadi, bizdan eng ishongan, eng yaxshi yopuvchilar, ustalar bormi deb aytganimizda, sizlarni tavsiya bersak, biz tomonidan chiqayotgan mijozlarga qanaqadir ham skidkalar qilib berasizlarmi? Skidka qilib beramiz. Mana misol ish jarayon tugamaguncha yopib beramiz. Mana shu yerda mana 3 gektarga tushganimizga 15 kun bo'ldi. Yopib bo'ldik. 30 sotiga qoldi. Qolgan joyi yopib bo'lindi. Skidkalar qanaqa? 350 ming yopadigan joyimizda 50 ming o'tib 300 mingdan yopib beraveramiz sotigini. Kelishishga qarab kelishilgan holatda, ya'ni kelishtirib anaqalarni, bonuslarni qilib beraveramiz. Sizlarni xo'p, Jasur akamni nomerlarini bemalol yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib o'tsanglar, o'zlari Albaraka tomonidan chiqqan mijozlarga kelishtirib skidka qilib beramiz. Skidka qilib beramiz aka. O'zlari aytibdilar. Tavsiya beraveramiz aka. Beraveramiz aka. Valla salomat bo'ling. Shunchalik katta sizlarga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Shunchalik bizani Albaraka mahsulotlarimizni ko'p mijozlarimizga o'sha foydalanib, o'sha yopib berayotgan ekansizlar, chiroyli qilib.
minnatdorchilik bildirib qolamiz. Mana hurmatli obunachilar, mana o'zingizlar ko'rib eshitganlaringdek, guvohida bo'lganlaringdek, Ali Baraka mahsulotlarini yopib kelaman deyaptilar. Mana shu paytgacha ham xizmat ko'rsatib kelayotgan ekan. Uje dehqonlarning o'zi ham minnatdorchilik bildirishyapti va sizlarga ham tavsiya berib qolamiz. Sizlarga ham issiqxonaga eng sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, Ali Barakaga tashrif buyuringlar. Mana bu pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, bizning menejerlarimiz to'liq ma'lumot berib, taqalgan optim narxlarni qilib berishadi. Ali Baraka, barakali hosilingiz bilan bay.